quruq savol. Mashinada to'pponcha turibdi. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol ishlatishing mumkin. Ha, tushundim. Zombi yoki birorta boshqa banditmi kelib qolsa. Aha, tushundim. Men esa hozir janob Stiv bilan qutqarib kelamiz dadangni. Xo'p, bo'ladi, katta rahmat. Yigitlar, agar dadam qutqarilishini istasangiz, iltimos like bosinglar videoga. O'tinib so'rayman. Axir dadam siz nima qilaman? Xo'sh, yaxshi. Hozir bir shu yerda bo'lsa kerak. Yaxshilikcha so'rashga harakat qilamiz. Agar yordam bermasa, hujum qilamiz. Nima desang shudir. Yaxshi, xo'sh. Hoy, yigitlar. Yigitlar, mana ular qaytib keldi. Nimaga qaytib keldinglar? Bizga xullas bizni bu yerga olib kelgan odam kerak. Bossimizni qachon qo'yib yuborasizlar? Va u odamni biz dabdalasini chiqarib bo'ldik sotqinlik uchun. Tushunarli. Demak, dabdalasini chiqardinglarmi? Qo'yib yubormaysizlarmi? Yo'q, agar ketmasangiz sizlarni ham yo'q qilamiz. Bossni qo'yib yuboringlar. Tushunarli. Nima nima qilamiz? Otishma qilishga to'g'ri keladi. Qo'lingga nima olding? Qaytagi. Jinursi meni patron urib ketadi, sekin. Yordam berishga harakat qilaman. Okey. Jinursi ichkaridagilarga aytyapti. Qo'lda ratsiya tezroq yo'q qil. Yordamga. Bo'ldi, endi ichkariga kiramiz. Xo'sh, qani kelinglarchi. 1 2 3 va olg'a jang boshlaymiz. Yaxshi, minus. Xo'sh, sizlar. Ular derazadan qarab turishdi. Jinursi otishni boshlashyapti. Mayli, unda sen tashqaridagilar bilan shug'ullan, men esa ichkaridagilar bilan. Okey. Xo'sh, sekin. Xo'sh, qani kelinglarchi. Hozir meni ko'rasizlar. Yaxshi, mana. Yaxshi, ajoyib minus. Xo'sh, nima bo'lyapti? Otyapman. Ajoyib, men hozir kiraman bu yerdan. Xo'sh, bu yerda boshqa yo'q o'xshaydi. Tak, lekin Respublika zonada juda ham xavfli zona shunga. Sekin bo'ldi. Ajoyib, endi ichkariroqqa kirsam ham bo'laveradi. Tak, buni qilib olish kerak va sekin ol. Yaxshi. Sekin. Mana bo'ldi. Seni qayerda ekan u? Xo'sh. Xonalardan birini ketin ko'rib chiqish kerak. Tak, Oy, Jon, senmisan? Ha, menman. Seni qutqargan ekanlik. Lekin nima uchun? O'g'ling uchun. O'g'lim, o'tirikmi? Ha, katta rahmat senga. Isming Darp edi-ya? Ha, bu qanday xona? Bu xullas qaynoqxonasi. Tushunarli. O'zing do'stlaring o'zingni xullas shunday qilishibdi-da. Ha, shunday. Tushunarli. Bo'pti, unda yur biz bilan. Hozir seni o'g'lingning yoniga olib boraman. Katta rahmat. Yo'q, Junusni Stiv qo'rqitib yubording. Uzrdir. Hech qisi yo'q, bo'ldi, keting. Tashqarida hech kim qolmadimi? Yo'q. Ajoyib, bunda bemalol chiqib ketsak bo'ladi va hozir mashinaga borib, o'g'li bilan ko'rishtiramiz buni va qochib ketamiz. O'zi qayerga boramiz keyin? Keyin bir qurilishi bitkazilmagan bino bor. Ana o'sha yerga borishimiz kerak. Okey. Bo'ldi, kelyapsizlarmi? Kelyapmiz. Yaxshi. Hozir seni o'g'ling yoniga olib boraman. Tak, yaxshi. Mana shu yerdan o'tsak bo'lgan. Umid qilamanki, o'g'lingga zombilar hujum qilishmagan. Nimaga? Chunki o'zini tashlab ketgandik. Axir yosh bola-ku. Ha, lekin boshqa iloji bo'lmadi. Xo'sh, qani nima? O'g'li, mana o'g'ling shu yerda ekan. Yaxshi. Dada, sizni qutqarishdimi? Ha, o'g'lim qutqarishdi. Bo'ldi, endi tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Keyinchalik mashinada gaplashib olasizlar. Yetib ham keldik, lekin nimaga ana u yerda? Ana bu banditlarning boshlig'i to'pponcha bilan turibdi. Kim? Ana yerda balkondagi. Tushunmadim. Hozir hammasini bilib olishga harakat qilamiz. Mana kelishdi. Tak, tushunmayapman, nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Hozir menga tushuntirib berasizlar hammasini. Ungacha kutib turinglar. Max, tushunmadim. Nimaga mana bunga qurol berib qo'yding? Men sizlarni himoya qildim. Odamlaringni. Yo'q-ey. U yaxshigina himoya qildi zombilar hujumi vaqti. Tushunarli, lekin baribir ham bilasan, u bandit. To'g'ri. Va ana uni o'g'li ham buni yoniga kelishga nimasam ekan qo'rqyapti, chunki dadasini ancha-muncha qiynabdi odamlar. Shunga nima deyishni bilmay qoldim. Hozir aloqaga chiqaman, bizni qutqarishga kelishadi. Ana bu boshlig'ini esa yo'q qilasan, sen esa o'g'ling bilan birgalikda ana shu ko'k Jigulingda qochib ketsan, xo'pmi? Tushundim. Katta rahmat. Arzimaydi, mana bu qutilardan ham biror bir foydali narsa olishing mumkin. Bo'pti, katta rahmat der. Arzimaydi. Sen ham bizga yordam berding, men ham mana senga yordam berdim va mana shu yerda bizni sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir endi rost akasiga hammamiz o'z yo'limizga tarqab ketamiz aloqaga chiqqanimdan so'ng.